La'nati, bugun shaxtada вообще omad kelmadi. Voy. Temir topolmadim edi o'zida. Temir, nima qilaman endi? Ko'mir ham topolmadim. O'sha qoraygan ko'mir hamma topadigan narsani. Voy, bugun rostdan вообще omad kelmadi. Bekordan shaxtaga borib kelganim qoldi. Endi nima qilaman deb kayfiyat yomon. Bo'pti. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Rolex do'stlar. Bugun videomizda nima bo'lishini bilmayman. O'sha shaxtadan omadim kelmadi bugun do'stlar. O'sha nima qilishni bilmayapman. Unda uyga kiraveraylikchi, nimadir bo'lib qolar. Hech qanaqa temir topolmasam bo'ladimi, la'nati. Bularni solib qo'yay. Bo'ldi, solib qo'ydim. Mayli. Omad kelib qolar. Men shu ko'mirni ham topolmadim. Hamma topa oladigan narsa, o'sha ko'mirni ham topolmadim. Hafta nima qilamiz endi bu yoqda? Xo'sh, bu yerda hech kim yo'q. Yo'q, jijallar bu yerda nima qilyapti? Voy, qaytirib ketdi. Bo'pti, mayli. Shoshma. Bu yerda sekin qazimizda. Uzr, qo'lim tegib ketdi. Uzr, ming bor uzr. Bo'ldi, bu yoqda nima qilamiz endi? Bugun rostdan video nima haqida bo'lishini bilmayapman. Chunki hech balo topolmadim. Chunki temir topolmadim. Shuning uchun bugun video menimcha o'xshamasa kerak, ham bilmadim. Jijallar, voy, bularni dardi mana shuni yig'ishtirish. Nima bular boshiga nima bo'lib qoldi? Bular yig'ishtirib olaylik. Xo'sh, buni olamiz. Va buni ham olamiz. Voy, boshingga nima bo'ldi sani? Voy, billing boshlaringga. Qimirlab, likillatib. Qanaqa olsa endi bu? Bo'ldi bu. Buyoqqa chiqib turib, "Ne boshingni bunday qilyapsan?" Bilmadingmi? Nimani bilmadim? Qishloqqa zombilar hujum qilarkan. Zombilar? Voy, qanaqa zombilar? Ha, hujum qilarkan. Sen ham bilasanmi? Bilmasdan bo'ladimi? Ha, unda zombilar dedinglarmi hozir? Zombilar demak qachon? Vaqtini bilmadim. Vaqtini. Voy, rostdan ham zombilar hujum qilsa-ya? Ha, shuning uchun boshim shunday bo'lib qoldi. Boshim og'riyapti, shu hujum qilishini eshitib. Voy, endi men nima qilaman? Shoshma, ular uyga kira olmasa kerak-a? Uyini eshigini ochib kirarkan. U zombilar mukammal zombi. Hozirgi zombilarga o'xshamaydi. Voy, uyga kirsam o'lib ketamiz biz. Bu ne qaralab, bu nimasi endi bu? Xohlasang bunker bor. Bunker dedingmi? Ha. Bu yerga faqat 2 kishi sig'adi. 2 kishi bo'lsa, bunkerga 2 kishi sig'adi. Ha, bo'ladi, faqat biz 3 kishimiz-ku hozir. Yana bilmadim. 2 kishi tanlanadi. 2 kishi tanlansa, unda bunker bor. Sen bu yoqqa bor. Xo'sh, demak biz ikkimiz kirib kelsak nima deysan? Mayli, bo'laveradi. Davay. Men ham kiray. Yo'q, sen sig'maysan. Yo'q, senga bor. Sen u yerda o'yna deyapman senga. Bor, o'shoqda ishing qilib tur. Demak, sen menga bunkerda xaritasi bormi senda? Ha, xaritasi bor. Xohlasang beraman. Ha, mayli, menga xaritasini ber, o'sha joyga boraman. Xo'sh, mayli, rozimisan? Ha. Voy, bu yerda hech qanaqa bunker yo'q. Qani, men aldadimmi bunker bor deb? Koordinatalar xuddi shu yerda ko'rsatyapti. Shoshma. Bu gilamchami? Bu gilamcha nima? Yo'q, bunker bor ekan. Voy, aldamabdi jijil. Yo, bu yerdan narvon qani? Bo'pti, xatolik. Vau, bu yerga tushmay turamiz, bola, bu yerga tushmay turamiz, chunki jijil bilan birga tushamiz, ya'ni zombilar hujum qiladigan paytda tushamiz bu yerga do'stlar. Vau, bu yerda. What the hell, buni chiroyligi. Voy. Demak do'stlar, bunker bor ekan, rostdan aldamabdi jijil bolalar. O'sha xursand bo'lib ketdim. Tirik qolish imkoniyati bor bizda endi. Hech bo'lmasa tirik qolishimiz mumkin. Hamma qirilib ketsa ham biz jijil bilan shu bunkerda tirik qolishimiz mumkin. La'natli. Yomg'ir ham yog'vordi. Bu qanaqasi endi do'stlar? Voy, bo'pti, bu bunkerda olib qo'yamiz. Chiqib ko'rmasin, jijil kirib olmasin, bitomta jijil. Demak bo'ldi. Endi esa menimcha jijilni topishimiz kerak, yo'qmasam uyga kiramizmi? Yo'q, yomg'ir yog'ardi, bo'ldi, shalab bo'lib ketamiz. Demak, uyga kiraveraylik. Jijilni kutamiz bolalar. Shalab bo'lib ketdimi? Tez kiraylik uyga. Va, endi bo'ldi.
Bo'ldi jitil yo'q bu yoqlarda demak kiramiz. Xo'p, demak yaxshi. Xo'p, bularni yo'q, kerakli narsalarimizni olib olamiz do'stlar. Kerakli, chunki bunkerga tushib ketganimizda asosiy narsalar bizga kerak bo'ladi. Faqat shu keraklilarni olamiz. Kompas kerak bo'ladi, soat kerak bo'ladi. Vallahi bizga keyin faktorlarni ham yo'q, kerak emas u. Demak, yaxshi, ozgina taxtadan, ozgina toshdan bo'ldi. Menimcha bo'ldi, yetarli bolalar. Buni kiyib olamiz endi bronyalarimiz do'stlar va tayyor endi jitelni kutish qoldi do'stlar. Qachon kelar jitel? Menimcha bu yoqda jitel ko'ringani yo'q do'stlar. Ovqatdan yeb olib qonim ochib ketdi. Davay endi mana shu yerda o'tirib jitelni kutamiz endi do'stlar. Nima qilamiz endi boshqa? Ha mayli do'stlar. Menimcha jitelni mana shu yerda kutish xavfsizroq. Menimcha zombilar qachon keladi o'zi bilmaymiz bolalar. Vaqtini ham bilishmaydigan jitellar do'stlar. Shuning uchun bilmayman yana o'lamizmi yo tirik qolamizmi? O'zi vaqtini ham bilishmaydigan jitellar. Qanaqasi endi? Vaqtini bilishmasa endi qanaqasi bo'ladi? Mayli shu yerda kutamizmi endi jitelni do'stlar? Nima qilamiz endi boshqa? 2 soatdan beri kutib o'tiribdi shu yerda. 2 soat do'stlar, 2 soat bo'ldi hozir kutib o'tirganim do'stlar. Mayli jitel qayerda keladi endi? Endi keladi. Do'stlar, men hozir derazani oldida 2 soatdan beri kutib o'tiribman, jitel yo'qda. Voy. Hozir zombilar kelib qolsa o'lib ketamiz bekordan. Nima qilsam ekan? Chiqib qidirsammi ekan? Jitelni qidirish kerak. Voy, xavfli. Mayli. Menimcha shu yerda o'tirib kutdim, hech kim yo'q-da, jitel ko'ringani yo'q do'stlar. Ketdi, chiqib qidiraman bo'ldi. Tavakkal qilamiz, ketdi. Jitel, qayoqdasan? Ahmoq, qayerdasan? Men seni kutyapman. Jitel, yo'q, bu jitel emas. Jitelni ko'rmadinglarmi? Jitelni ko'rmadinglarmi? Bular voy, jinnopollilarmisizlar zombilar kelishiga? What the hell, biron bular 2-3 ta qolishibdi, demak. Jitel, shu yerdami? Jitelni qayerdalar ayta olmaysizlar menga? Gangramay o'llar, ayt, jitel qayerda? Voy, tavaranlar. Jitel qani endi? What the jitel qayoqda? Qidiryapti 2 soatdan beri. Mayli, bunkerga unda tushib ketamiz o'zimiz do'stlar. Jitel yo'q. Shoshma. Bunkerga kimdir tushibdi. Bunker kim bor? Hali chiq. Chiq, bu meni bunkerim. Jitel, sen shu odamiding? Ha, men shu yerda o'tiribman. Shoshma, sen qidirib topolmayapman, ahmoq. Men shu yerda o'tirdim. Bunkerni yaxshi ko'ribsan. Buni chiroyliligini qaranglar. Seni qidirib yuribman ekan. Bu yerda qanday yopamiz endi? Shu yerda o'ylamabsan. Yopmayapti. Yopiladi. Yopildi, bo'ldi. Davay, xo'p. Bu yerda bunkering chiroyli ekan, jitel yaxshi. Qizil, sariq. Mayli, sen demak oldindan chora ko'rib qo'yganing to'g'rimi? Men seni qidirib yuribman ekan. Bu qanaqasi? Bu yerda what the hell, bu yerda seniki tushibdi pastga iltimos. Bu yerda axir bu qishloqni boylar-ku, sen shu yerda yashirib yuruvmiding? Yo'q, men buni to'playotgandim. Bitta korxol bo'lib qolsa deb. Demak, sen to'playotganding. Endi shu yerda yashaymiz pechka. Yaxshi, bunkeringga gap yo'q, jitel. Demak, endi shu yerda zombilar ketishini kutamizmi endi? Shoshma, zombilar ketganini qaydan bilamiz? Axir hozir zombilar ketdimikan deb tashqariga chiqsak, ketmagan bo'lsa bizni o'ldirib tashlasachi? To'g'ri, o'ylab ko'rish kerak. To'g'ri aytasan. Demak, nima qilamiz endi? Zombilar hozir ketmagan bo'lsa, bularni olaylik, kiyib olamiz bolalar. Zombilar hujum qilib qolsa, agar bunkerga kirib qolsa, bularni yechib turib, bular kiyib olamiz do'stlar va tayyor. Menimcha yaxshi. Jitel, sen yomon ekansan. Qara, o'zingni ham yaxshi, senda ham bronyalar bor jitel. Bu yerdan olma olib olaylik o'zimizga yeyishga do'stlar. Demak, kirib qolsa mana himoyamiz bor. Jitel olmalar to'plab qo'yadigan. Yaxshi, jitel senga balli. Bu yerda bularni solib turib, bularni olib olamiz. Endi esa keraksiz narsalarimizni solib qo'yamiz bolalar, o'zimiz foydalanmaydigan mana ularni. Sandiq to'ldi-ku. Solmayapti. Yo'may, sandiq katta qilsang o'larmiding? Bo'pti. Demak, endi qanday qilamiz endi? Bular qanday ketganini bilamiz. Shu yerda kutamizmi endi? Yo'q, bunda kutmaymiz. Nimaga? Shoshmadan. Sen nima demoqchisan hozir? Menda monitor bor. Monitor? Ha. Monitor. Qanaqasi endi monitor? Biz ularni ketdimi yo ketmadimi kuzatishimiz mumkin. Bu yer yo'q, ularni ovozi eshitilyapti menimcha zombilarda. Demak,
voy to'g'ri senda monitor bo'lsa bu qanday yaxshi, biz hozir ularni kuzatishimiz mumkinmi? Ha. Xo'sh da yaxshi unda biz hozir zombilarni kuzatsak nima deysan? Mayli, kuzataveramiz. Hozir ular qishloqqa keldimi yo'qmi bilmadim. Qayda bilmaysan, ovozi eshitilib turibdi tepada. Voy, demak hozir bizda monitor bor ekan do'stlar. Demak jitel monitor olibdi har ehtimolga qarshi. Demak mayli, monitoringni yoqchi bir ko'ramiz. Mayli. Yo-mayo, bu qanaqasi zombilar qishloqqa yetib kelib bo'libdi. Vau, yaxshi, voy. Do'stlar, demak zombilar qishloqqa kelibdi do'stlar. Endi ularni ketishini kutamiz. Yaxshi ham jitel monitor olib olibdi do'stlar. Demak monitor olib olgani bir tomondan yaxshi do'stlar. Endi biz ularni kuzata olamiz. Ya'ni qachon ketganini, qachon kelganini, xullas qayerdaligini biz mana shu monitor orqali ko'ra olamiz. Jitelga balli do'stlar. Demak jitel menimcha yaxshi o'sish bor jitelda do'stlar. Dalli jitel san zo'rsan. San уже san bir so'z bilan ta'riflay ojsan. Jitel уже yaxshi zo'r qilibsan ishni. Demak, menimcha endi ularni ketishini kutish qoldi xolos. To'g'ri aytasan. Demak bularni yeymiz faqat hozir emas, zombilar hujum qilganda mana bronyalarimizni ko'rdinglar do'stlar. Hatto jitelda ham bor bronyalar do'stlar. Demak endi ularni ketishini kutamiz. To'g'rimi jitel? To'g'ri. Bizda monitor bor. Yaxshi ham monitorni olib olibman. To'g'ri aytasan. Xo'sh, demak endi monitoringda kuzatishimiz mumkin. Endi menimcha shu yerda kutish qoldi. Endi do'stlar videoga yakun yashaymiz. Albatta do'stlar, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz albatta tashqariga chiqqanmiz. Albatta kuchli, qudratli bo'lib mana shu bronyalarda, mana shu oltin olmalardan yeb do'stlar, hammasida chiqamiz do'stlar. Уже do'stlar, unda siz buni ikkinchi qismi bor, ya'ni aytyapman-ku do'stlar, sizlar like bosinglar videoga, kanalga obuna bo'linglar. Shuni ikkinchi qismini chiqaramiz, ya'ni zombilarni oldiga chiqib hujum qilamiz va ketishini yoki kutamiz do'stlar. Demak sizlar bilan men yana Rolex bo'ldim do'stlar. Demak video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Biz rahmat 1K bo'ldik. Sizlar bilan men yana Rolex bo'ldim. Ko'rishguncha omon bo'linglar.